Ham sprey hamma nafa qidiring ukol. Orom bo'lmaydi. Tayyor turibdi. Yiringlab ketibdi. Bemorimiz bir oydan beri tomoq og'rig'i bilan shikoyat qilib yurgan, bir nechta marta shifokorlarga borgan, lechini olgan, qaytalagan. Hozir mana butun badanda og'riq, og'iz ochilmaslik shikoyatlari bilan keldi. Og'iz bo'shlig'ini ko'rganda bir tomon bodamchi bezishib ketgan, asimetriya bor. Paratonillarni abses. Hozir buni ochamiz. Ochgandan keyin ichini yutlashagandan keyin og'riqlari ketib, bemor yengillashadi. Bir oydan beri o'tkazildi. 5 kuncha tozalab turamiz ichini. Chala qolib ketsa yana shunaqa bo'lib qoladi. O'shancha ertaga уже yumshadi deb to'xtatib qo'yib, dorilarni chala qoldirib, asoratlab berib o'tirmasin. Yurakni pochkani ichidan chiqarib qo'yasiz. Plyonka ichini bo'shlig'ini yuvib turibdi ichkariga kirib. O'sha yerda qolgan tutgan yiring, atrofdagi to'g'onlar chirigan bo'ladi, ularni yuvib, har kun chiqindilarni tozalab turamiz endi. Hozir katta so'yguncha yana ochiladi. Ancha chiqib ketdi-yu, endi.